Assalomu alaykum azizlarim. Bugun biz Wrightstown, New Jersey'damiz. 95 ga juda ham yaqin. 95 ga tushib, shunday Brooklynga ham yetib olishingiz mumkin. Orqamda turgan mana bu bahaybat uy 650 mingdan past narxi, 3 ta xona, 2,5 ta vannasi bor, basementlari bor, 1 akr joyi bor, 2004-yil qurilgan. Hozir kirib obzor qilamiz. Mana drivewaylarni qaranglar, agar asfalt qilsa qanaqa katta bo'ladi. 3-4 ta trak ham sig'ib ketadi. Qaranglar, o'rtoqlar, sanatoriyadan nima kam joyi bor. Bu yerga kelgan qari odamlar yosharib ketadi. Agroti juda ham katta. Himmatingizga balli. Mashinalarni qo'yib qo'yganiga e'tibor bering. Agar mashina remont ustasi bo'lsangiz, mana shuncha katta joyi bor. Alohida bemalol 4-5 ta mashinani olib kelib remont qilaverasizlar. Uyimizga marhamat. Mana kirishlaringiz bilan o'ng tomonda mehmonlar uchun guest room bo'lyapti. Uyda mana simmetrik sxemada kadrovkalar qilingan. Bu ham juda ham zo'r. Bu bo'lsa ofis sifatida ketyapti. Tepada yuqori xonalarga chiqib ketadi. Bu bo'lsa mana family room, mana kaminga tikilib maza qilib o'tirsa bo'ladi. Oynalar juda ham katta, chunki uyimizning o'zi yangi. Bu yoq bo'lsa basement, tugatilmagan, lekin shiftlari juda ham baland. Bu breakfast hisobida ketyapti. Breakfast qilgan joyda bemalol bilan backyardga ham chiqish mumkin. Bu pantry, mana xohlagancha ovqatlar tayyor qo'ysa bo'ladi. Oshxonasiga e'tibor beringlar, shkaflar juda ham katta. Bu 32 inchlik katta shkaflar. Qalay, ha? Oxirgi model. Mana toshni ham yaxshisini qo'ygan, granitni. Eng muhimi gaz bor. Gaz bor degani uyingizni isitish arzon bo'ladi. Bu yerda mana powder room, mehmonlarga tualet kerak bo'lib qolsa, bitta tualeti bor. Garaj bo'lsa juda ham katta. Ikkita mashina bemalol sig'adi va garajdan backyardga ham chiqishimiz mumkin. Chiqishimiz bilan birinchi detskiy, shuni mana o'ng tarafda razmerini qaranglar, kattaligini, ikkita oyna juda ham katta. Walk-in closet ham bor. Xohlasangiz vanna qilib olishingiz ham mumkin. Dal yuradigan bo'lsak, bu yoq master suite alohida qilingan. Razmeriga umuman bomba gap bo'lishi mumkin emas. Masterda o'zining vannasi bor, mana double sink. Xohlasangiz shower, xohlasangiz mana dush. Tualet bu yoqda. Mana shunaqa shohona yashash kerak. Yashagandan keyin o'zi bir marta ishladi hayotda odam. Xo'sh, bu yoqda lounge area deydi. Mana dam olib, tuzib ko'radigan joyi ham qo'ygan, alohida masterga qo'shimcha. Mana kladovkasi. Bu closet. Gap bo'lishi mumkin emas. Narigi tomonda yana ikkita xona bor. Mana gilamni olib tashlash kerak. Bu pol bo'lsa juda ham zo'r ekan. Pol qoladi. Yana bitta zo'r tomoni mana bunaqa kichkina nimachasi bor ekan. Bemalol speech bersa bo'ladi, gapirsa bo'ladi. Bu bo'lsa laundrysi ikkinchi etajda o'zida, kirlarni pastga olib tushish kerak emas. Uchinchi xonasi. Uni ham razmeri juda ham katta. Ko'ryapsizlar, 3 ta oyna bo'lyapti. O'zini walk-in closet. Tufta kladovkalardan emasda 1 metrga 1 metr katta kladovka. Eshiklar yangi. Bu tomonda o'zining alohida yana bitta vannasi bor. Ko'ryapsizlar, kafel qilingan. Tualet. Mana. Hamma sharoit bor. Backyard boshim katta.